Insonni tashqi ko'rinishiga qarab kutib olishadi, aqliga qarab kuzatishadi degan gap bor. Mahsulotga nisbatan ham ushbu fikrlarni ishlatish mumkin. Ya'ni iste'molchi yoki xaridor biror bir mahsulotni sotib olishda avvalo uning tashqi ko'rinishiga e'tibor beradi. Haqiqiy bahoni esa uni iste'mol qilgach yoki foydalanib bo'lgandan so'nggina ayta oladi. Bugungi kunda Navoiy Azot aksiyadorlik jamiyati tomonidan ishlab chiqarilayotgan mineral o'g'itlar nafaqat ichki, balki jahon bozorida ham xaridorgir. Bugungi kunda mutaxassislar uning qadog'i ustida ish olib borishyapti. Ya'ni yanada mahsulotni sifatli va chiroyli ko'rinishda buyurtmachiga yetkazib berish borasida tizimli ishlar amalga oshirilyapti. Bugungi reportajimiz Navoiy Azot aksiyadorlik jamiyatiga qarashli Konyamex tumanida joylashgan polipropilen qop ishlab chiqarish sexi faoliyati haqida. 115 nafar xodim, ahil mehnat jamoasi, orzu intilishlari turlicha, maqsadi mushtarak mehnatkashlarning shijoati ular kayfiyatidan ma'lum. Ishda mas'uliyatli, mehnat faoliyatidan keyin esa hamjihatlikni, oqibatni ustun biladigan soha vakillarining har biri o'z vazifasi bilan band. Bo'linmada ish qizg'in, muhimi minnatdorlik hissi, ertangi kunga ishonch, mehnatdan zavq olish ishtiyoqi bor bu xodimlar qalbida. Said opa, mana 6 yildan buyon ushbu sexda ishlar ekansiz-da. Sharoitlar, imkoniyatlar, bu yerdagi muhit qanaqa? Sharoiti juda yaxshi, hamma imkoniyatlarimiz bor. Yo'qlarni ham asta-asta taxlab berishyapti, Xudoga shukr. Shu yerga ishga kirganimga 6 yil bo'ldi. 6 yildan beri yaxshi ishlab kelyapmiz. Hamma sheriklarimiz bilan opa-singillardek bo'lib ketganmiz. Ishimiz yaxshi, o'zimga yoqadi, faxrlanaman shundan. Birinchi navbatda uyingizga yaqin joyda ishlayapsiz, to'g'rimi? Ortiqcha xarajat yo'q. To'g'ri. Kayfiyat yaxshi. Xudo xohlasa shu yerda ishlab, shu yerdan pensiyaga chiqib ketish niyatim bor. Endi mahsulot sifatiga qay darajada e'tibor qaratasizlar? Sizning asosiy vazifangiz nimadan iborat? Asosiy vazifamiz biza polipropilen qop ishlab chiqarish uchun ip yetkazib berishimiz kerak. Qalin yoki yupqa emas, to'liq normada chiqarib berishimiz kerak. Shu orqali bizaga yeng ishlab chiqariladi, undan keyingina yenglar kesilib, xalta holiga keltiriladi, qop holiga. Demak, juda ham e'tiborli va sinchkov, asosiysi hushyor bo'lishingiz kerak. To'g'ri. Bizning ishimiz birinchi o'p boshlanganligi uchun birinchi eksteryordan boshlanadi, undan keyin biz metalka ishlari ishlab beramiz. Bizdan chiqqan iplarni olib bu yoqdan keyin to'qiladi. Endi e'tibor qaratsam, asosan xotin-qizlar ishlar ekan bu yerda. Jamoadagi bu xeyr, ahillik, inoqlik qanday? Bir-biringizga yordam berasizlarmi? Albatta, biz birinchi o'rinda jamoa bo'lib ishlaganimiz uchun atrof muhitga e'tiborli bo'lamiz. Bir-birimizga juda mehrlimiz, opa-singillar bo'lib ketganmiz. Ishimizda ham aloqada bo'lib turamiz, suquvchilar bilan ham, tikuvchilar bilan ham. Shuning uchun bizda eng muhimi shu xushmuomalalik. Shu narsani joyiga qo'ya olamiz. Endi aslida ayol kishiga uncha ko'p narsa kerak emas-a? To'g'ri. Yaxshi ishi, mehribon hamkasblari, mamnunligi, uning haqiqiy baxti shunda o'zi. Albatta. Biz uchun hozir shu sharoitda ishlashning o'zi juda katta baxt. Yaxshi ishlaymiz, sharoitimiz ham yaxshi. Bo'lmaganlarni ham taxlab berishga harakat qilyaptilar. Hamma narsa e'tiborga olingan. Chaqqon qo'llar, tinimsiz harakat, izlanish, yangilikka intilish istagi Konyamex tumanidagi bo'limi xodimlari faoliyatida yana ham yaqqol namoyon bo'lmoqda. Jamoada 85 nafar xotin-qizlar ishlaydi. Yiliga 4 million dona polipropilen qop ishlab chiqarishga mo'ljallangan bo'linma mutaxassislari belgilangan rejani bajarishga astoydil harakat qiladilar. Ular yaxshi kayfiyati va mehnat samaradorligining natijasi soha vakillariga bo'lgan munosabat va e'tiborda. Irobat opa, bugungi ish kuningiz qanaqa o'tyapti? Juda ham yaxshi, quvonarli. Ishimdan minnatdorman, yaxshi juda ham. Kundalik vazifalaringiz nimadan iborat? Kelamiz, ishlaymiz, xursandchilik. Bolalarimiz shu yerdan uylantiryapmiz, kelinlar qildik. Kelin qo'yasiz? Kelin qilganman. Yosh ko'rinasiz-ku? Yo'q, Allohga shukr, shu yerga ishlaganimdan boshliqlarimiz ham juda yaxshi. Yaxshi ayol kishi yaxshi jamoada ishlasa, kayfiyati zo'r bo'lsa, kayfiyatimiz yaxshi. Xursand bo'lib uyga boraman. Demak, bu yerda topganingizda baraka bor, a? Baraka bor. Mana yangi stanoklar ham kelyapti. Ishingiz yana ham osonlashadi, osonlashtiradi. Kengayadi. Yaxshi, juda ham minnatdorman shu yerga ishlaganimdan. Ehtiyot qilib ishlaymiz, 6 yildan beri o'rganib ketganmiz. Faqat tezlik, chaqqonlik bo'ladi. Umuman qiyinchilik yo'qmi ishingizda? Yo'q, yo'q. Yoki vaqt o'tib qiyinchilik sezilmaydi? Yo'q. O'rganib ketdik 6 yildan beri. Oson ishday bo'lib qoldi, yaxshi. Mazza qilib ishlayman, o'zim ishimdan faxrlanaman. Ishga yaxshi kayfiyatda kelib, a'lo kayfiyatda ketishingiz uchun sizga nimalar kerak kun davomida? Mana bu sheriklarimizni muomalasi, boshliqlarimiz juda yaxshi odamlar. Ishimiz yurishaversa bunda yana kelin qilaman deb harakat qilyapman. Xo'jayinim ham o'sha hammamiz zavodda ishlaymiz. Allohga shukr. Oilaviy Navoiyda ishlaymiz. Xursandsiz hayotdan. Xursandman.
Mehnat samarasi yangi maqsad va rejalar uchun poydevor. Soha vakillarining murojaatlari yechim topadi, ular qo'llab-quvvatlanadi, munosib sharoit yaratish yo'lidagi ishlar davom etmoqda. Bu esa faoliyatni kengaytirish, uskuna texnologiyalarni yangilash va mahsulot turlarini ko'paytirib, sifatini jahon andozalari darajasida ushlab turishda muhim o'ringa ega. Hozirgi kunda yanada biz ishlab chiqarishni ko'paytirib, polipropilen to'rlar tikishni yo'lga qo'yganmiz. Bu 129-sexga ancha yordam berib, maxsus kiyimlar tikishni rejasini oshirishga olib keladi. Bu yerda hamma sharoitlar qilingan ishlarimizga, daraxtzor, ekologiyamiz juda toza. Bundan tashqari raisimiz korxonamizning sexlariga borib sayyor qabullar o'tkazganlarida bu Kanimix tumanimizga ham chetda qolmasdan sayyor qabul bo'lib o'tgan va ichimlik suvini filtrlash uchun filtr qurib berish vazifasini oldinga qo'ygan mutaxassislarga mana qurib berildi. Mehnatdan topgani yaxshi kunlarga xizmat qilayotgan xodimlar bilan samimiy muloqotning o'zi kishiga bir olam yorqin taassurotlar zavqini ulashadi. Bu manzilda hammasi ko'ngildagidek. Ishtiyoq, imkoniyat barchasi yetarli. Muhimi, kasbiga sodiq mehnatkashlar ko'p. Ularning mas'uliyati esa korxona tomonidan qadrlanaveradi.